Agar tibbiyotni odamlarga ishontirib olsak, tibbiyot xodimlari xalqimizga munosib xizmat qila olsa, ana shu nur ustiga nur bo'ladi. O'z hayotini, el yurt salomatligini asrashdek g'oyat mas'uliyatli va sharafli ishga bag'ishlagan siz azizlarni kasb bayramingiz, tibbiyot xodimlari kuni bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bemorga berib oppoq tongni quchgan ahli bedorlar, siz borsiz hamisha go'zaldir hayot. Eng aziz insonlar jon shifokorlar, siz borsiz hamisha go'zaldir hayot. Ey aziz insonlar, siz shifokorlar, salomatlik posbonlarisiz. Bugun davra zavq-shavqat bo'lsin, shifokorlar sizlarga ta'zim. Bayramingiz muborak bo'lsin, salomatlik posbonlarisiz. Bugun davra zavq-shavqat bo'lsin.